Assalomu alaykum Arfa Trading Club obunachilari, kuzatuvchilari. Siz bilan Alisher Muxliyev. Mani YouTube format ikkinchi videoyimga xush kelibsiz. Va bu videoyimda bugun biz trading sohasida psixologiya qanchalik muhimligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Va men o'zimni qanaqa qilib psixologiyamni to'g'rilaganim, o'zimni trading sohasiga bo'lgan ishonchim, ya'ni o'zimizning tilda aytganda duximni oshirganimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Video boshlashdan oldin sizlardan bitta narsani iltimos qilib qolardim. Bu meni ikkinchi videoyim. Shunaqa foydali kontent yanada ko'proq bo'lish uchun sizlarni podдержкаларni kutib qolaman. Bu videoga like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Biz videoni boshlaymiz. Trading sohasiga endi kirib kelayotgan yangi yosh treyderlarni o'zini psixologiyasini o'ldiradigan narsa bu euforiya. Ya'ni trading sohasiga bo'lgan ishonchi, nadejdalari, misol pul qilaman deb kiradi, lekin pul yo'qotib qo'yadi. Shu payt birinchi etapiga kelgan bo'ladi. Va bu birinchi etapida ko'p treyderlar chidolmasdan trading sohasidan chiqib ketishadi va trading sohasini skam, yomon so'zlar ishlamaydigan moshenniklarning sohasi deb aytishadi. Bu etapni men konfetka etapi deyman. Nimaga? Chunki trading sohasi ko'pincha boshida birinchi profitlar, birinchi foydalar bu bilimsiz bo'lib, ya'ni bir nimadir asos sifatida bo'ladigan narsa. Meni o'zim primerimni aytaman. Men tradingda bilimim bo'lmagan, umuman. Endi sekin o'rganib, o'sha o'rgangan narsalarim sekin praktikaga qilayotgan bo'lganman va risk menejmentga, money managementga amal qilmasdan men bozorga kirib foyda qilganman. Va mana shu foyda qilgan paytim men o'ylaganman, bo'ldi, men yana foyda qilaman. Bu euforiya. Boya aytganimdek. Va mana shu etapda bizga bozor konfetka beradi. Ya'ni hammani boshdan o'tadigan narsa bu. Bu birinchi foyda. Birinchi foydadan keyin sizlarda nima bo'ladi? Nima xayol keladi? Men bu sohani topdim, men bu sohada stabil daromadga chiqa olaman deb. Lekin bu bunaqa emas. Bilib qo'yinglar, bozor hech qachon o'zgarmaydi va o'zgarmagan bozor imini sizlarni minus qilishingiz uchun qaysidir tarafga yurmaydi. Prosta sizlarni psixologiyanglar o'zgaradi. Chunki sizlar bozorda birinchi topasizlar, topganingizdan keyin yana shunaqa topaman deb, sizlar pul yo'qotganingizdan keyin psixologiyanglar 180 gradusga o'zgarib qoladi. Chunki sizlar o'sha oldin olgan euforiyalarni yana qaytadan ola olmay qolasizlar. Shu payt ko'p treyderlar minus qilib o'sha sohadan chiqib ketishadi. Bu birinchi etap. Birinchi etapda hamma boshidan o'tkazadi. Buni hech qachon esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Bilaman, ko'pinglar hozir mana shu birinchi etapdasizlar. Razviyatsiya qilishni to'xtatmanglar, bilim oshirishni to'xtatmanglar. Lekin pul topishga sal shoshmanglar. Chunki hali hammasi o'z vaqti bilan keladi. Ikkinchi etapiga keladigan bo'lsak, ikkinchi etapi men uchun u o'rtacha, ya'ni professional trader bo'lishingizdan bitta qadam oldinda bo'ladi. Bu nimaga? Sizlarda bilim bo'ladi, sizlarda opit bo'ladi, lekin aniq bir bitta strategiyaga fokus qilib ishlay olmaysizlar. Ya'ni sizlarning biliminglar bor, strategiyalar bor, lekin strategiyalarga xalaqit beradigan yana bitta strategiya o'rganib olgansizlar. Va mana shu ikkalasini kombo qilaman deb sizlar bozorda sal chalg'ib qolasizlar. Mana shu payt ham sizlarda sal depressiya bo'lishi mumkin. Nimaga men bozorda foydaga chiqa olmayapman? Nimaga men shuncha o'rgandim, shuncha o'qidim? Nimaga men bilimimni bozorda ishlata olmayapman deb. Bu narsa meni o'zimda ham bo'lgan. Bu narsadan men yechim nima qilib topganman? Men bitta o'zimni strategiya ushlaganman va mana shu strategiyamni oxirigacha o'rganib, faqat shu strategiyada chalg'imasdan ishlashni boshlaganman. Va bu juda ham katta effektivnost bergan menga. Bitta primer keltiraman. Sizlar ICT da ishlayapsizlar. ICT da ishlab turib, ICT ga klassikani qo'shyapsizlar. Bu ikkita boshqa dunyo narsalar. Va mana shu ikkalasini qo'shganingizdan keyin ICT buy bersa, klassika sell berib qolishi mumkin. Shu payt chalg'ib qolasizlar yoki setapinglar neeffektivniy bo'lib qoladi. Shu narsani oldini olish uchun yo klassika, yo ICT konsepsiyasida ishlashingiz kerak bo'ladi. Agar sizda ham shunaqa bo'layotgan bo'lsa, bitta mana shu yaxshi biladigan strategiyangizni olinglar, shuni yaxshilab o'rganinglar, o'rganganingizdan keyin bir hafta bozorda ishlab ko'ringlar. Agar foydasi bo'lsa, kommentda javobinglarni kutib qolaman. Uchinchi muammo, uchinchi faza, ya'ni trading sohasida problemaga uchraydigan payt, ya'ni moment, bu siz professional bo'lasiz. Professional bo'lganingizdan keyin nafs kontrol. Bu eng global narsa.
Chunki nafsingizni kontrol qila olmasangiz, bozordan qachon vaqtida chiqib keta olmasangiz, siz qo'lingizda ushlab turgan profitingizni ham yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Va mana shunaqa mahalda, mana shunaqa payt siz analizingiz ham o'xshaydi, bilimingiz ham bo'ladi, duxingiz ham bo'ladi, lekin nafsingizni kontrol qila olmasangiz, mana shu 3 ta narsani yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Va mana shu 3 ta narsani yo'qotmaslik uchun nafsingizni tiyib, vaqtida kirib, vaqtida chiqib ketishni bilsanglar, bilinglarki, sizlar уже professional darajaga chiqibsizlar. Agar sizni shunaqa sifatli kontent va mana shunaqa psixologiyada to'g'ri boshqarish, kuchli networking yoki professional treyderlar tarafidan bo'lgan podдержка qiziq bo'lsa, pastda Telegram sahifamni qoldirdim. Bemalol o'tib, batafsil ma'lumotni olib, bizani communityimizga qo'shilsangiz bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki bu bizani продвижениямizga juda ham katta bir hissa qo'shgan bo'lasizlar. Agar foydali kontent yanada qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, yaqinda yanada qiziqroq va foydaliroq videolar chiqadi.